Hamma ayblanib liderga futbolchilarimizga ayb yo'q. O'yindan o't chiqdi. Futbolni haqiqiy muxlislar og'ayni mazasi qochdi. Keldinglarmi aka? Assalomu alaykum. Bu futbolni orqasidan bo'ldi aka, yutqizganiga siqilib. O'shanga bir ko'p qo'llab bering. Yaxshi bo'ladi, keyingisida yutamiz, Abjabbor. Normalniy bo'ladi. Endi o'yinda bu bolalar harakat qildi, eng asosiysi. Aniki 110 ga Davlenasi yaxshi ekan. Bemor oldida yetishmaydi-yu, bemor yaqinlari kim? Shuni gaplashib olaylik deyishmasa bo'ldi. Aka, chetroqda agar nima bo'lsa, biror narsa bo'lsa, ayturing, chetga olib meni. Men yaqinaman. Voy bila, aka seriyozno tursam boshim aylanib ketyapti lekin, borim. Mashta qilinmaydi-ku ko'l. Yo'q, u sizga aytmayman. O'shaylar qo'lidan ushaylar. Yo'q, hozir turaman, o'zim turaman. Turing, bitta kuchang. Ovozi qiyin futbolda shunaqa fanatlar ham bor deb qo'yinglar. Mana O'zbekiston yutqazganiga haqiqiy fanat yig'ilib o'tiribdi. Buni oti Abduqodir Hasanov. Ha, o'g'lim, Umidjon. Ha? Ha? Nimaga ko'rmaymiz? O'g'lim. Umidjon. Umidjon. Bu hali birinchi pasni kim beradi? Brunodan assist. Umidjon. Ha, Umidjon. Nimaga yig'laysan? Bo'ldi, yig'lama. Menga qara mana. Bo'ldi, Umid. Ukasini ham uxlatayotgandik, fanat edi Abduqodir Husanovga. Слепо просто, пенал. Вот один вот гол. Сопля были. İki vuruldu, bitasını sonlamadı. Hatta futbol golem verdim. O futbol hakem gol. Endi bularni o'zi tanladi. Mevani turadi, ushlab qolsin. Zato Ronaldo'ni o'ynatdi. Ana. Aldı Umidi. 17. dakika. Umidi. Ben çok umidi. Oz yana gol çıkardı 5 minutda. Yig'lama, yutadi xudo xolasa bola. Endi birinchi taym tugadi, Davlatbek. Ya yutadi xudo xolasa, o'g'lim, duo qilsa yutadi. Tur o'rningdan, yig'lama. Ikkinchi taymni ko'ramiz. Endi birinchi taym tugadi. Xudo xolasa yutadi O'zbekiston, bolam, yig'lama. Tur. Tur bola. Tur. O'zbekiston yutqazyapti. Ana qara.
Gulistonda tasvirga olinganligi aytilayotgan mazkur noodatiy uslubdagi videorolik ijtimoiy tarmoqlarda qizg'in muhokamalarga sabab bo'lmoqda. Aslida o'yin g'irrom bo'lyapti. Mana hakam ko'rasizlarmi, nima ish qilyapti? Birinchidan bizning golimiz haqqoniy edi, olib tashlashdi. Ular yotyapti anu, mashinistalik qilib yotyapti-da. Bo'ldi, bizga sariq kartochka beryapti. Bizanikilar yotsa turib ham ketyapti. O'zbekiston chestniyligi shu yerdan ma'lum. Hakam profili, ikkita chiroyli gapim bor edi. Ko'rasizlar, kommentariyni ограничение qilib qo'yibdi mana. Spam bosorsizlar bo'ladi, bemalol. 100% sotib olingan bu hakam. Yo, javob lekin sotib olingan. To'g'risi oxiratda javobi bor. Shuning 39 million aholini lekin so'raydigan narsasi bo'ladi sizga. Bunaqa ish qilmang. Chestni bor, ichim yonyapti. Bunaqa yonmagan meni ichim. Haqiqatan yaxshi ish qilmayapsiz. Oxiratda so'rab olamiz. 39 million aholi so'rab oladi sizdan. Yetib borsin shunga. O'zi ham jibichikiti firikiti ekan. Otini ko'rdinglarmi? Bolalar oldingi bir-biri tushir telefonni zanjir Laziz qani? Laziz! O'zbekiston partiyalarni yo'q qil! Allah